Assalomu alaykum akalar ukalar, aziz obunachilar. Bugun Qashqadaryoda Shahrisabz tumanida 2 qavatlik Tandon usulidagi issiqxona parnigimizni qurib bitkazdik. Yerdan 70 sm balandda ochilishi, xo'sh 1.80 ochiladi. Oyoqli balandligi 2,5 metr, limonga moslashtirib qilindi bu yer. Ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha mustahkamligiga e'tibor berdik. Dorisi yaxshi xizmat qiladi degan umiddamiz. Balandligi 4,5 metr birinchi qavati, ikkinchi qavati 4,10 sm. Pilyonkamiz Xitoyning pilyonkasi. 1.2lik. Bu tarafi yopiq holatda. Ichkari holatdan ham ko'rsataman. Bu ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yilgan. Ichkari holati 1 metr vakuum hisobiga 1 metr oraliq bor. Mana ichkari qavatimiz. Bu ligotkalar tepaga o'rab asqatadi pilyonkani. Ko'p odam biladi, bunday xabari bor. Tepaga o'rab birinchi qavat, ichkaridagi qavatda pilyonkasini o'raydi. Ichkari holati. Mana bu ikkala temir, bunisi bu tarafga, bunisi bu tarafga ochiladi. Shunaqa gaplar xullas. Obuna tugmachasi bilan bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Oraliq masofa 35 sm. Oyoqlari 4x4 profillar. Bu taraf ochib qo'yilgan, tepagacha ko'tarib qo'yilgan. Bu tarafdan shabada kiryapti. Endi hozir yopib qo'yamiz. Limonga tayyor holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hozir bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab bu ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Bespasayt ustalardan narxlari keladigan bo'lsa, narxlari 13 milliondan 14 milliongacha bo'lyapti. Shunaqa. Videoga betonni quyib qo'ygan sirasi. Bundan kam ko'z qolmadi. Ertaroq nimani eksa ham bo'ladi. Badring ekan, pomidormi, limonni ekadi обязательно. Lekin issiqroq bo'ladi nisbatan bir qavatlidan ko'ra. Nomerni qoldiraman, telefon qilishingiz mumkin bemalol.